Xo'p, qaranglar, qanday yaxshi qishloq. Lekin jitellar mazza qilib o'ynayapti. Bugungi videomiz hamma yangi yil kelgan. Archamizni ham bezovta o'tdik. Jitellar kofe ichmoqda. Va bizning katta bu jitelni yiqitib tayladim. Bugungi video prank bo'ladi jitellarga. Bizning archamiz ham bu archani tagiga biron nima qo'yib prank qilmoqchiman. Ko'rasiz. Videoni obuna bo'ling va kuzating. Kompot videosi. Hammaga salom, sizlar bilan men o'sha men Kompot. Bugungi videoda jitellarga prank qilamiz. Dahshat. Bittasi chaqirdimi qani? Voy jitel, nima qilyapsan? Hozir ko'rasan nasan mendan. Qaranglar, hozir jitelga zo'r prank qilaman. Eshitdingmi jitel? Hozir senga zo'r prank qilaman. To'xtab tursan, shoqqa o'tir. Jitel, hozir olovli va suvli menga ana vaterlar bor. Uni jitelga o'taman-da va jitelni yondiraman qani. Hozir ko'rasan qishloqqa. Hozir qishloqqa qara, qishloqqa, qo'l qishloqqa, qoch qoldi, obunachilar qoch qoldi. Hozir topamiz, qo'l qishloqqa, battar bo'l qishloqqa, zo'r bo'ladi. O'zi mana senga, menga qaratish shunday bo'ladi. Ol. Yana kerakmi? Yo'q, kerak emas. Kompot bo'ldi qil. Hech qachon uyni vater o'ribdi. Otamiz qani kelasiya? Yana qilasanmi? Qilmayman. Unday bo'lsa bitta ol. Kompot. Nima bo'ldi? Muzlab qoldi jitelni kallasi. Qishda muzlab qoldi, zo'r bo'ldi. Ana endi nima bo'lyapti? Kallasi to'shdek qattiq. Ol. Voy, Kompot, savqot ketdim, uyga ketdim. Battar bo'l jitel. Menga qo'rotishing shunday bo'ladi. Obunachilar, hali video tugamadi. Yana jitellarga prank qilamiz. Uyga kiramizda qani bitta uxlab olaman. Mana 4 ta yo'rladim, qalampirlik. Jitelga yediraman deb. Yana jitelni qaynaydi og'zi, hozir ko'rasizlar. Mana hozir bo'ladi. Men hozir bitta jitel tort qildi. Ana bitta chaqirdim. Kapaseringa tort deydigan o'rtamcha yesa bo'ladi. Yever, mana shirin tort. Men chiqib ketaman, kemichdan keyin. To'g'ri chiqib ketaman men. Mayli, yever, mazza qil. Qo'shganman, rahmat. Rahmat senga. Mazza yoqimli ishtaha tilayman senga. Rahmat, Kompot, mazza qilib yeyman-da. Xayr, jitel. Qishloqqa alini ko'ramiz, obunachilar. Hozir u yeydi va og'zi kuyadi. Qani bitta qoldi, ye. Tez o'ylanmada ye. Oppa, yedi. Yo'q. Nima qilganding? O'g'lim kuymoqda. Qarab, jitel og'iz kuydi. Ana endi qalampirlik choy beramiz, qarg'osi ichadi. Og'iz kuyadi yana. Jitel, senga suv beraman, ichib ol. Keyin og'zing kuymaydi, tez bo'l. Nima? Tez ber. Hozir beraman. Qara, mayli, tort ana bo'lgandir, ichib ol. Battar o'ziga tayla qo'yib mayli. Biz ham endi yana prank qilishda davom ettiramiz.
Xayr, yana u bola archani tagiga keldim. Endi ko'rasizlar hozir. Shunday kelama sovg'a qo'yaman yigitlarga o'chib ko'rarlar. Tez ana gaz bilan qo'yaman. Ana qo'yib bo'ldim. Nima qilyapsan? Shunchaki sizlarga sovg'a qo'yaman. Ha, shunday bo'lsin. Xo'ba, ha, ko'r. Ko'rasanmi? Ha, ko'raman. Hozir buni ochib ko'r, lekin zo'rni yursa bo'yicha. Mayli, ko'raman. Hozir ko'raman. Keyinroq ko'rman ketganimdan keyin xomma qishloqqa man ketib qarab ko'rib turamiz. Hozir o'sha qishloqqa o'tishini boshqalar aytib chiqyapti, boshqalar bilan o'chadi. Ana bordi, och desangiz och. Qari. Ko'rlam ketdi. Jiddiy nima bo'lyapti? Qishloqda nima bo'lyapti? Tezda portladi. Senga qishloqqa men endi qochdim. Tez. Yana bitta prank topib bo'luncha videoni yana 5 minutga to'xtatsam kerak. Kutib o'tirasizlar endi. Xayr, 5 minutga. Mana qo'r bola yasab bo'ldim, ko'ryapsizlar. Mana qo'r bolani zo'rla qo'l qopam kiydirdim, ikkita qizil sharfam sovuq o'tmasligi uchun. Burdan qo'ydim tiqib, sabzi polizimdan oldim. Nima qilding gampol buni? Sen bunga kulyapsanmi? Nima bo'pti? Oddiy narsa qildim-ku. Uni yuzga qara, nersalarga qara gampol. To'g'ri, sal kulgili, lekin men o'zim kuldim, sening ishing bo'lmasin. Tushuning? Buni yigitlarga aytishim kerak. Bu aytsang aytib. Ana qishloqqa ketdi. Ana endi biz buni anavi qilamiz hozir. Bunga ham portlash kerak. Bir nima bo'ladi, shu ko'rasizlar. Mana men kirib oldim. Shunday o'tiraman. Yurishim ham mana yurib olaman. Qishloqlarni qo'rqitamiz. Qarang. O'sha yigitlar kulganiga afsuslanadi hozir. Hozir asta boramiz. Ular qo'rqishi uchun. Ana boraveramiz. Mana o'sha yigitlar kelyapti. Gambot. Mana kelyapti. Bizni ustimizdan kulish qanday bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Hozir bir yuraman, qo'rqitaman. Nima bo'lyapti? Qo'rqyapti qishloqqa. Nima bo'lishini men yurib ketaman. Kelganimdan yurib ketaman. Qo'rqyapti, men o'tiraman. Hozir yigitlar qo'rqib ketadi. Ketgandan keyin ko'rasizlar. Qochdim, endi qochaman qishloqdan qoch. Qiziq bo'lyapti, o'g'dochlar qochdim. Hoppala, qochib o'tiraman shu yoqqa. Mana o'tiraman shu yoqqa. Menda bildig'im bor. Hammasi o'tib deylayman. Senga nima bo'lyapti? Miltiq ko'tarib oldi. Qochinglar, qishloqlar. Sen o'zaman hozir boqqab. To'xtanglar, shu yoqqa o'tiramiz. Keyin u qishloqqa kelguncha kutaman. Mana chiqib oldim. Endi u qishloqqa kelganda qo'rqib ketadi. Ana ungacha biz kutib o'tiramiz. Video yoqayotgan bo'lsa like, obuna bosib qo'yinglar. Mana
Ana endi ko'rib o'tiramiz. Ana qurbi bo'lgan munachanda. Qani boraychi. Uyimga boraman. Tushimga kirayotgan bo'lsa kerak. Uyimga kiryapti. Nima bo'ldi uyimga? Qochdim. Jitel qochib ketganini qaranglar. Qoch. Qo'rqib ketdi. Yuriydilar. Hozir ko'rasizlar. Shu oxirgi prankimiz bo'ladi. Hozir qochamiz. Hammaga xayr obunachilar. Sizlar bilan kompot bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like, obuna bo'lsinglar. Do'stingizga ham tarqatinglar.